Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizga xush keldinglar. Bugun biz suhbatimizda Xitoyniki madaniyati, Xitoyniki tarix haqida to'xtalmoqchi. Bizniki mehmonimiz davomli Ilshod aka. Ilshod aka xush keldingiz. Hoş geldik. Ekran aldırki qarindoshlarga, riyosetçi Mehmet To'xti. Hammalarga salom. Saqiltib qo'ydik, kechirsizlar. Endi Xitoyniki tarixiy madaniyatini bilish biz uchun nihoyatda muhim. Shunga bu qismki programmamizni, suhbatimizni mushu temaga atdik. Bu ikki son davomlashmoqchi. Bugungi sonda asosligi Xitoyniki tarixi, Xitoy uchun tarix nimadan darak berdi? Xitoyda tarixni kim yozadi? Xitoyning tarixi nima uchun davomli mustabid tuzumlar bilan to'lgan? Nima uchun Xitoyda davomli fuqaro qul hokimiyat mustabid bo'ladi? Buniki biz Uyg'urlarga ko'rsatadigan ta'sirlari qanday bo'ladi? Oxirida Xitoy demokratik bir yo'lga degan temalarni cho'radigan oldi suhbat olib boramiz. Suhbatimizniki sizlarniki Xitoy haqidagi tunishinglarni yuqori ko'tarishini bilaman. Bundoq bo'lsa, Ilshodga oldi bilan men siz tayyorlagan mazmunlarni ekranga chiqaray. Ondan keyin shunga asosan suhbatimizni boshlab ketaylik. Xitoy madaniyati Uyg'urga xiris. Bu Ilshod akamniki bugun bizga so'zlab bermoqchi bo'lgan mazmunniki materiali. Bundoq bo'lsa, Ilshod akam shu birinchi rasmdan boshlaydi. Xitoy madaniyati tarix Xitoy uchun e'tiqod debsiz. Nima uchun bundoq deymiz? Nima uchun tarix Xitoy uchun e'tiqod? Xitoyning boshqa e'tiqodi yo'qmi? Buldu. Bir yerde bunu başlaştım burun, bu temaga sizning savolingiz javob berishdan burun men o'yladim, yana bir narsani sharhlab o'tish to'g'rimiki deyman. O bo'lsa yana madaniyat bilan nima uchun men Xitoy tarixini madaniyatning ostiga qo'ydim. Masalan, madaniyat deganimizda biz Uyg'urlarda madaniyat bir so'z bor. İngilizcede ikki atalg'i bor. Culture, civilization deydi. Bu yerdagi mening Xitoy madaniyati deganim hamda civilization deganning kategoriyasiga qo'yib, shuning uchun Xitoy madaniyati Uyg'urga xiris deyman. Bu yerdagi civilization degan gap bir alohida o'ziga xos bir madaniyat yaratish. Uning ichida civilizationning ichida hamda Uyg'urchada bizda yo'q. Bu so'zni burunqilar sivilizatsiya deb tarjima qilib ishlatganlar bor. Hozir hamda madaniyat deganni, culture deganni ba'zilar kultur deb ishlatyapti. Men bu culture'ni kültür, civilization'ni madaniyat deb ilyapman. Boshqa men shunga yaqinlab mangdim. Chunki madaniyat degan gap civilizationga eng muvofiq ekan. Chunki civilization degan civikdan kelgan. Civik degan eng dastlabki Yunoniston, ondan keyin Romda shaharlashishdan boshlangan. Oningki cho'nqirlab ma'nosiga kirsak, jiroqlab ketib qolamiz. Bizning hozir ishlatyotgan madaniyat deganimiz bu islomdan kelgan, yana Madina madaniyat, yana o'xshashlar shahardan kelgan. Kelib chiqish yildiz tarafida o'xshashlik bo'lganligi uchun meningcha bu yerdagi madaniyat hamda bir mushuna azroq tushuntirish berib o'tay dedim. Yana inglizchadagi civilization, yana Xitoy tilida uni wenming deydi. Kultur yoki culture'ni
uni Xitoylar Vanhua deydi. Ayrım. Şununla bir yerde albatta mening yana bir ko'z qarashim bor. Xitoyda madaniyat yo'q deb qarayman. Uni keyin ayrim yana bir programma qilamiz. Ama hozir dunyoning tonayotgani hamda uni bir madaniyat deb qaraydi. Shuningga buning ichida tarix, kultur, kultur aslida Uyg'urlarninkida hamda urf-odat desak pek tardek tushunib qoldi, ammo bir tarixda shakllangan o'ziga xos bir yangilik nima bir yangilik bilan ko'nilikni ulab mangadigan bir narsani ko'rsatdi hamda uningga nima deb ism qo'ysak eng yaxshi hamda hozircha kultur deb ishiltiydi. Kulturda vatandami bu so'zni qanday ilish to'g'risida nurg'un munozaralar bo'lgan. Uningga kirmayli, uningga kirsak ishki tilshunoslar ko'p ishlarni. Uni shu tilshunoslarga berayli. Shuningga hamda bu yerda shu ma'noda men hamda elib buni nima qildim. Men birinchi shu savolingizga hamda nima uchun Xitoyda bu tarixni nima uchun men e'tiqod deb qarayman va Xitoyda boshqa e'tiqod yo'qmi deganda Xitoyda asosan e'tiqod yo'q desak bo'ladi. Xitoydagi ishg'oliyatdagi Sharq Turkistonda bizda e'tiqod bor. Biz islom, musulmon. Undan keyin Tibet buddizm bor. Yana u azroq buddizmdan farqlandi. Shuningga uni Tibet buddizm deydi. Mongollarninki yoki uningga yaqin bo'lgan Shiba deydi, qolgan Manjular, hozir bu asosan tugab ketdi. Bularning bo'lsa dastlabda shamanizm, hozir azroq buddizmga o'tgan burun yaqinqi zamonda, ammo shamanizm asosli. O Xitoy o'zida bo'lsa bu neminingki Xristian dinining kirishi amaliyotda yaqinqi zamondagi ish. Uning oldida Xitoyda ko'pincha ba'zilar uni e'tiqod deydi, ya'ni Confucianism, Kongzi ta'lim tarbiyasilari. Buni ba'zilar e'tiqod deb qaraydi, ammo Xitoy o'zimi buni e'tirof degandek e'tirof erishmagan. Shuningga asosan Xitoyda bir e'tiqod mavjud emas. Tarixni e'tiqod deb biladi degan gap bu meningmi gapim emas. Xitoy tarixchilari va tadqiqotchilarininki ko'pinchisi xil zo'r bir turkumlari Xitoyni tarixni e'tiqod qiladi deb misolga oladigini, masalan, yaqinqi zamonda yozilgan bir necha mushi bo'libmi, Xitoyninki atalmış ishni yetib islohotdan keyin yozilgan bir necha kitoblarida tarix e'tiqod deb Xitoy uchun e'tiqod deb buning misol keltirdigini 59, 60, 62dan keyingi ocharchilikda, ya'ni Xitoy kommunistlarininki keltirib chiqargan ocharchilikdan keyin Liu Shaoqininki Mao Zedongga yig'in ichilgan vaqtida, ya'ni Xitoy Kompartiyasining shu yerda so'zlagan bir so'zni ilib o'zininki mushu e'tiqod deganni kuchaytirdigini. Yana Liu Shaoqi shu vaqtida Mao Zedong degani bu o'tkazilgan xatolik, jinoyat emas, xatolik deydi. Bu xatoligimiz tarixga kiradi, tarix betiga yoziladi. Sen bilan biz tarixga javob beramiz deydi. Endi biz hammamiz bilamiz. E'tiqod bir inson Xristian bo'lsa, o deydi o xatolikqa, jinoyatiga yaratquchiga javob beramiz deydi. Xristianlar deydi. Biz bo'lsak yaratquchi Alloh javob beramiz, javobgar bo'lamiz. Yana bu dunyoda jazo ko'rishimiz mumkin, ammo u dunyoda do'zaxda kuysa, Vaylun do'zax demdik, do'zaxning eng yomonlarini ularni keltirib so'zlaymiz. Buddistlar bo'lsa nima deydi? Agar jinoyat o'tkazsa, yomon ish qilsa, asli ish qilsa, qayta yana incarnation deydi inglizcha. Yana qaytadan tirilib, yana bir shaklda tirilgan vaqtida to'ng'iz, eshak, vahshiy hayvonlardan yoki
jirginishlik hayvonlarga aylanib qoladi deydi. Shuning ularningki bu dizimning ta'lim tarbiyasida yaxshi ish qilish orqali o'lib, undan keyin qayta yana bir qaytib kelgan vaqtida darajasi o'rlab mengish eng oxirgi natijasi fana bu deymi ularning fana demdi bilim deydi. Shu yerga yetish muqomiga. Endi bu yerda Xitoyda bo'lsa, unda bir narsa yo'q. Yaratquchiga javobgarlik berma deydigan bunday narsa yo'q. Shuning uchun Xitoylarda tarixiy javobgarlik, yana tarixning betiga kirib qolma degan bu Xitoylarni azroq qo'rqita oladigan, ya'ni Xitoyning amaldorlarini. Puxra tarixga kirmaydi Xitoynikida. Hech qachon Xitoy tarixida puxralarning ismi yo'q. Faqat masalan Xitoyda yana bir gap bor. Bu tarixlarda qayta takror yozilib kelgan. Shengzhou Wei Wang Beizhe Kou deydi. Yana g'albiy qozongan shoh bo'ludi yoki imperator bo'ludi, mag'lubiyatga uchragan bandit bo'ludi deydi. Bu demakchi nima deganda, siz qo'zg'alon ko'tarib, shu hokimiyatni og'dirib yetalisiniz, kuchingiz bor bo'lsa, siz podshoh bo'lsangiz, siz ulug'lanasiz. Mayli u kelib chiqishi nima bo'lishidan qat'iy nazar yoki uningki maqsadi nima bo'lishidan qat'iy nazar, hokimiyatni o'rvatdi, shoh bo'ldi, podshoh bo'ldi, imperator bo'ldi, u ulug' bo'ldi. U ulug'. Mag'lubiyat bo'lib qolsa, siz qo'zg'alon ko'tardingiz, ammo lekin oxirgi natijada siz mag'lubiyatga uchursangiz, siz mangu tarixda bandit. Bu odamningki yoki uningki orzusi qanchalik ulug' bo'lib ketishidan qat'iy nazar. Masalan, barobarlik akilima, erkinlik akilima deb kurash qilib baqqan bo'lsa-mu, mag'lubiyat uchurdi u bandit. Yana u onchilik madiylanmaydi. Endi yaqinqi zamonida anda-munda madiylangan bir to'g'ri tarafdan qilgan bo'lsa-mu, ammo u odam asosan muzokaraga yoki tadqiqotning asos temasi bo'lmaydi. Yana tarixchilarininki ko'pinchisi bandit, eski deyiladi. Bu demak tarixninki faqat tarix bu jamiyatning, Xitoy jamiyatining, yana Xitoy madaniyatininki asosiy bir oqqarini, haq nohaqni oriydigan bir narsaga aylanib qolgan. Biz musulmonlar bo'lsak, halol harom deymiz. Bu halol harom bizning e'tiqodimizda, Qur'onda yana bekitilgan. Qog'inda shu bizningki ulamolarimiz, masalan, mashhur 4 mazhabninki shular halol degani halol bo'lib mangdi, harom degani harom bo'lib mangdi. Biz shuningga bo'ysunmiz. Ammo Xitoylarninkida bu o'zgarib mangdi. Masalangida Han sulolasini qurgan Liu Bang degan Xitoy, Han sulolasini qurgan Liu Bang degan Xitoy amaliyotda ko'chadagi bir lukchak o'zining nahiyasida vaqtida. Pey degan bir nahiyasininki bir lukchak ko'chada. Kaynida u lukchaklik qilib olgandan keyin buni shuni bilan qarab boshqarmaganlar buni apirib bir kichik amaldor qilib qo'ydi. Hozirmi Xitoy shu usulni ishlatyapti. Bu yerda qistirib ko'rsam bir Uyg'urga xiris dedim bu. Masalan, Uyg'urlarda jiq vaqtlarda deydigan bir gapimiz bor, ba'zilarninki bir necha yilning oldida vatanga berib kelalaydigan vaqtlarda xelijiq Uyg'urlar bordi. Masalan, birisi qaytib kelib, men uningdan qanday vatan qandayroq keldi desam, eskisi yana Uyg'urga shu janubga borsam, ko'chani, aqturdigini, eskilikni qildigan hammasi Uyg'urga deydi. Ashtaqda hammasi Uyg'urda. Aha. Hozirmi balkim shundaqlari ham to'qopoqlari shular bo'lishi mumkin. Masalan, bir videoni chiqarib qo'yibdi-ki, men ko'rdim. Mutlaq shundaq. So'di sarayida tekshiradigan uskun bilan chiroyli qarab qizlar chiqsa, bakarak inchkilab tekshiradigan, erlar chiqsa, menga deydigan, hamda haji veraq chiqaribdi. Nima deganda bu yerda mening azroq chatnab ketdim. Qanday vaqtida hokimiyat eskini tanlaydi degan oldi bilan ma savolni so'rash kerak. Hamda shuning uchun
eski hakimiyet eskini tanlaydı. Adaletsiz hakimiyet adaletsiz yakalaydigan adamlarni yoki insonning adoletsizlik tarafini oshkorlashga, shuni mang'uzishga yo'l qo'yadigan odamlarni izlab topadi. Shuningga endi qaytib kelsak, Xitoyning Liu Bang degan bu Xitoy Lökçek ama lekin boshqaramagandan buni amaldor qiladi. Shu amaldorlikdan foydalanib bu keyinda qarasa Qin Shi Huang yana Xitoyning birinchi Xitoy atalmış birlik keltirgan Xitoyni boshqa begliklarni yo'qotgan shu Qin Shi Huangga qarshi qo'zg'alon. Aslida o qo'zg'alonni ko'targan Chen Shouguang degan yana ikki ayrim boshqa Xitoy. Hozirgi Shandongninki Xizhi degan rayonda qo'zg'alon ko'targan. Uning qo'zg'aloni bilan Qin Shi Huangga qarshi, ya'ni Qin sulolasiga qarshi umumyuzlik bir qo'zg'alon boshlandi. Buningga jiq Qin begligi yo'qotgan begliklarning, masalan, Chuninki Shangyu degan bir generali, bu mu aslida Aqsunak, bu mu boshlaydi. Ama bunun qatarida Liu Bang mı qo'shiladi? Qo'shilib, bu Liu Bang degan Xitoy Lökçek bo'lganligidan, shu vaqtini kichigidan tortib, mana Lökçek deganimiz hamda andimunda qora jamiyatga o'xshash kichik shakllangan. Shuning uchun bu yili mikri bilan qag'allarning oxirsida hammani yig'ib, o'zining ostiga elib, qag'allarni birdan yo'qotib, eng oxirsida shu yana bir eng kuchli bo'lgan Shangyuni yo'qotib, Onundan keyin bu padişah bo'ladi. Padişah bo'lgandan keyin bu ulug'lanadi. Kitap dasturlar yozildi. Xitoyninki birinchi tarixchisi Sima Qian shu Han sulolasining vaqtida yozgan nima deymiz? Shiji degan tarix dasturi demdik. Shu kitobni yozish Yilname yoki salname deb tarjima qilinadi. Salname. Shuni yozish bilan Xitoyning tarixi boshlanadi. Xitoyning tarixi boshlanadi. Shuning bilan bu tarix hozirgacha hamda Manchinggacha 24 tarixda yaydi. 24 tarix. Bu 24 tarix naq mushu e'tiqodi bilan boshlangan, shu e'tiqodi bilan 24 tarix Manchingning davriga kelgan vaqtida oxirsida to'xtab kelib, Manchingninkini hozirgacha yozolmayotdi. Tuzib bo'lolmayotdi. Tuzib bo'lolmayotdi. Shuning uchun nima uchun tuzib bo'lolmaydi deganda, bu Manchingninkini qandash shariylash. Chunki Manchingni ag'darayotgan Kuomintang hukumati, uningdan keyin kommunist hukumati. Manching zodi Xitoyning sulolasimi yo emasmi? Agar Manchingni ag'darayotgan bir kuch Manchingni dushman deb qarasa, onunki egallagan ishg'ol yetadiki, endi bu bizga tutishadi. Ishg'ol yetadiki, zaminning hammasining erkinligi tabiiy bo'lib bu yerda tug'iladi. Ammo lekin agar u Manching Xitoyning sulolasi bo'lgan bo'lsa, qarshi turish u yana xato bo'ladi. Shuning uchun bu yerda bu narsa bilan mayli Kuomintang hukumati olsun yoki hozirgi Xitoy Kommunist partiyasi olsun, bu oxirgi 24-sini tugatanmay ta bugungacha agar biz diqqat qilgan bo'lsak, balkim bir necha oyning oldida xabar chiqdi. Xitoy tarixchilari tuzab chiqqan Qin sulolasi tarixi to'xtatildi va kitoblarni hammani musodir qildi kommunist. Chunki u hukumatning hozirgi ideologiyasiga uyg'un kelmaganligidan bu tarix yakunlanmayapti. Mana bu nima uchun degan vaqtida naq mushu tarix Xitoy uchun bir e'tiqod. E'tiqod bo'lgandan keyin uningga nihoyatda avaylab, inchkilab, o'zining davriga moslashtirib yozishda bu to'g'ri keladi. Gayet yaxshi tushuntirib berdingiz. Demak, endi Xitoydan tarix, e'tiqod, ya'ni kelgusini ko'rsatadigan, o'tmishini aks ettiradigan, to'g'ri aks ettirmasmi, lekin mavjud sistemaga xizmat qiladigan shaklda aks ettiradigan bir
rahname rolunu oynayırken endi bundan ko'rilishga bo'ldi ekanki Xitoyda tarixni sistemlik planli holatda yozib chiqildi ekan. Shunga Xitoyda tarixshunoslar yozamdi yoki hukmronlar yozamdi degan savol tug'ildi ekanda bu yerda. Mushaqqa sizningki tushunchangizni. Shundoq. Bu hammadan so'raydigan bir savol, bilishga tegishli bir savol. Nemishga degan vaqtda bo'libmi biz Uyg'urlar uchun? Tarixni zodi kim yozdi? G'arb dunyosida o'lchamlik tarix degan bunda bir hukm bo'lmaydi. Mayli hozirgi bo'lsin, mayli keyingilarga bo'lsin. Masalan, Amerikaga men kelgandan keyin bir diqqat qilganim, biz Xitoyningki tarbiyasida cho'ng oldik, muarifni shu Xitoyning tarbiyasida oldik, sistemasini. Shuning uchun bu yerda bana ta'sir qilgani hamda men tarixga qiziqaman. Kasbiy tarixchi emas, ammo tarixga qiziqaman. Shunga Ikkinchi dunyo urushininki tarixi hammamizga bak ma'lum, bilinib ketgan bir tarix. Shu vaqtida men Xitoyda vaqtimda Amerikaning prezidenti Ikkinchi dunyo urushidagi Roosevelt, yana Delano Roosevelt. Roosevelt'ninki tarixini o'qigan. Ham u yerda bizga bergan Xitoyninki tasdig'ini o'tgan tarixda Rooseveltga bo'lgan ko'z qarash nihoyatda ijobiy. U odamni ta'riflaydigan, maqtaydigan, shuningga men uni ham shaxsan mening ko'z qarashimda nihoyatda ulug' bir prezident deb shakllangan. Ammo Amerikaga kelgandan keyin o'xshamagan Ikkinchi dunyo urushidagi bo'libmi? Roosevelt, Stalin, Churchill bularninki bo'lgan munosabatli ta'siri bu to'g'riliq kitoblarni o'qidim inglizcha. O'qigan sari Rooseveltga shaxsan mening ko'z qarashimmi nihoyatda salbiylashmandi. Bu odam unchalik ulug' emas, ammo nihoyatda cho'ng xatoliklarni o'tkazganligini his qildim. Masalan, Yalta yig'ini Uyg'urlar anjiq biladi. Bizning jiq tarixchilarimiz, kasbiy emas tarixchilarimiz Yalta yig'inini anjiq muzokara qiladi. Talishimiz. Chunki Yalta yig'ini biz bilan munosabatli bo'lganligi uchun. Rooseveltning ham Yalta yig'inida Stalinga nihoyatda jiq yo'l qo'yayotgani. Amaliyotda u Yalta yig'indilar emas. Uningdan boshqa oldidagi yig'inlardimi yoki munosabatda Stalinga yo'l qo'yish orqali mana degan vaqtida kommunizmga yo'l qo'yayotganligi. Stalinga nihoyatda ishonganligi. Ammo Stalin har doim bularningki paranglarini ustun orqali anglaydiganligi. Masalan, shu Yalta yig'iniga manga vaqtida meningki ko'rgan bir kitobda Roosevelt nima Churchill Angliyaniki bu kommunistga o'sh adam. Shuning uchun Churchill Roosevelt bilan bir oldinala azroq bir paranglashib olsak, Stalin bu tulkiga bir tankagini bo'ladi degan maqsadda Marta degan orolda shu yerda saqlaydi ekan Rooseveltni. Saqlaganki Roosevelt kelib Roosevelt hamda Stalinning jasuslari bor bo'lishi mumkin. Meni oldinala Churchill bilan bilan deyishib oldi deb menga bo'lgan ishonchisi yo'qolib ketmasin deganni bana qilib Churchill ayrim bir ko'rishayli desa bo'ldi deb yordamchilarini opirib sayohat qiladi ekan. Shon Churchill o ayrim bu odam bilan Fransiyalish hech qanday bir fursatiga erishamagan. Shuni bilan oxirisi Yaltaga bordi. U yerdagi yig'inda Angliyaninki fikri asosan Rooseveltninki bilan mangan, Angliyaninki qarshi turgan ba'zi nimalar hech qaysi bir oqmagan. Demak, bu tarixni biz manda o'rgandik. Albatta hozirgacha Rooseveltni maqtaydigan, madiylaydiganlar bor. Ammo bag'ansira azlab mengyapti. Bu tarix. Endi Amerikada o'lchamlik tarixi yo'q. Ma odamga manda baho bersa, xuddi Mao Zedongninkiga
78 mi 79 78 go deyman. Xitoy Kompartiyasi burunqi Kommunist partiyasining tarixiga xulosa degan bir hujjatni chiqardi. Mao Zedong'ninki asosiy qismida hayotida to'kpisijiq kamchiliklari bor, ammo u oson egallaydi, to'kpisini yopolmaydi, nim qilolmaydi, inkor qilolmaydi degan so'z bilan Mao Zedong'ni baholadi. Hozirgacha shu bo'yicha mengyapti. Ammo Amerikada yo'q. G'arb dunyosida hech qanday davlatda yo'q. G'arbninki madaniyatidami yo'q. Masalan, Rim imperiyasining tarixini o'qiydigan bo'lsak, Cumhuriyettin imperiyaga o'zgarish jarayonida Caesar degan bor, Julius Caesar. Yani biz Qaysar deymiz. Buningki Julius Caesar. Shuningki diktatorlikni ayblaydiganlar bor, uni maqtaydigan, uni ulug' bir davlat qurg'uvchi deydiganlar bor. Har xil baho bor, ammo o'lchamlik Rim imperiyasining ma'vo o'lchamlik tarixiy deydigan bir tarix mavjud emas. Ammo Xitoyda endi qaytib kelaylik, bir necha misolni ko'rsatdim. Xitoyda o'lchamlik tarix bor. Bu o'lchamlik tarixi naq mushu hukumatning tuzugini. Abaymu dedi, Çin sulolasining tarixini Xitoy hozirgacha tuzab chiqarammayapti. Chiqaramaydiganligi sabab, abay tushundim, takrorlamay, qisqalar. Çin zodi Xitoyning sulolasimi qarish turish haqmi, haqliq emasmi? Chunki bu jiq narsaga tutishadi. Çin sulolasi haqsiz Xitoyga yot tajovuz qilib, Xitoyni qul qilgan biri hokimiyat bo'lsa, Xitoyninki chunki Çinni o'rib yetishda Sun Yat-senninki shuari eng dastlabda boshlangan Chudu dalu Huifu Zhonghua, yana yovlani, bu yovla degani dalu degan asosan yovla degan gap. Yovla degani manjularni qo'g'lab chiqarib etib, Huifu Zhonghua, yana Xitoyning Xitoy hokimiyatini asliga keltirish. Shu shuar bilan Manchingni ag'diryapti. Endi Xitoy hokimiyatini asliga keltirish olsa, Sharq Turkiston, Tibet, Mongol bu Xitoyning emas. Shuning uchun Xitoy bilan tam bularning hammasi mustaqillikka erishish huquqi muqaddas. Manal deganda. Shuning uchun Xitoy buni unda dalanmayapti, chunki aningdan voz kecholmaydi. Endi buni qonunli qilish uchun Manchingni yana Xitoyning bir sulolasi deyish kerak. Xitoy deyish kerak. Ama unda deydiyse bunun qarshi chiqqan shuarlari bor, hammanisi bor bu yerda. Tarix bor. Tarix isbotlari bor. Shuning uchun bu qurollanmayapti. Endi hozir Xitoyning buni qurolmayotgan yeri nima deganda, Manchingninki vaqtida jiqligan bo'libmi oxirgi davrda jiqligan chatalliklar mayli Yapon bilan urushidan keyin yoki Rus bilan urushdan keyin yoki 8 davlat urushidan keyin Opium urushidan keyin bu vaqtlarda Xitoyda noitijiq chatalliklar kirib bo'ldi. Manchingning ta o'rilib ketishga 1911-yilgacha. Bu Xitoylarning qoldirgan shunda jiq dasturlar bor. Manchingninki podshohlari to'g'riliq, hattoki Xanish, Sishi Tayxu to'g'riliq har xil materiallar bor. Ular bilan ko'rishgan, paranglashganlar bor. Ularning so'zini anglaganlar bor. Masalan, Xitoyning Sishi Tayxuninki Ning Yuwai de bu yu jazay degan so'z bor. Bu gap nima deganda? Nima degan gap? Ning nima? Ning Yuwai de bu yu jazay deydi. Yana zimin tuproq urush bo'layotgan vaqtda, Opium urush vaqtida deyman. Sirtqi dushmanga bervatsak rozi biz deydi. Bervatsak tattirib qo'ysak rozimanki, bu ishimizdagi bu biz hukmronlik qilayotgan bu qullarga yana jonu, bu jonu deydi. Bu bizning qullarimizga berib o'tishga rozi emas biz deydi. Bu qullarimiz degani kim o deganda Xitoylarga deydi.
Ma yatlaq turversak mayli. Ular yerimizni ep ketsa mayli, ularga bersak bo'ladi. Ama ma'u biz qul qilayotgan Xitoyga bersak bo'lmaydi degan bu so'zni hamma yerda yeziqli. Shuning uchun Xitoyninki bu Qing sulolasining tarixini tuzalmayotgan yeri buni ilki o'zinikini tuzab bo'libla bironkini hammani kuydirib versalar hech kim bilolmaydigan bunday sharoit hozir mavjud emas. Bo'libmi Manchingning oxirgi davrida. Bu materiallar bek ko'p. Endi buning oldidagisi chu desa, Qin Shi Huang Xitoyni birlik keltirgandan keyin butun kitoblarni ko'targan. Masalan, buni Xitoylar Fen Shu Keng Ru deydi. Yana Xitoyning kitoblarini ko'ydirish yo'llari emas, ziyolilarni olib hammasini tirik ko'mbatgan. Shuning bilan nima qildi deganda, bu yerda uning oldidagi tarix, uning oldidagi aqida, ko'z qarash, ideologiya hammani yo'qotib etib, birisini qoldirgan. Undan keyin sulolasigacha Xitoylarningki maxsus o'rda tarixchilari bor, bular tarix tuzaydi. Bular hokimiyatni olgandan keyinlar birinchi qildigan ishi oldingi hokimiyatlarning tarixini qaytadan tuzab chiqish. Shu tuzab chiqish jarayonida o'zining ideologiyasi, o'zininki sulolasininki haqliq ekanligini, buningki qandaq to'g'ri ekanligini buni sharhlab chiqish va shuning bilan birga o'zi bilan tang oldingi hokimiyatga qarshi chiqqan ama mag'lubiyat uchragan dushmanlarni ularni salbiylashtirib tasvirlash bu Xitoy o'rda tarixchilarining izchil ib kelgan bu bir vazifasi. Shuning uchun Xitoyda ikki xil hukm bor tarixga. Jungshi deydi. Yana o'lchamlik tarix desak bo'ladi deydi. Yana birisi resmi tarix yoki resmi tarix. Jungshi. Resmi tarix. Yana birisi yeshi deydi. Yana yovvoyi tarix. Yovvoyi tarix. Yovvoyi tarix degani hukumatga demay turib o'zi o'g'irliqcha yezib qo'yib qo'yganlari. O'zi yezib olganlar. O'zi yezib olganlar. Masalan, Rum imperiyasininki tarihi yoki Grek Yunoniston tarixini Herodotus va Thucydid va Lavi va Rumning tarixini yozgan. Naytijiq tarixchilari bor. Bularning hammasini hozirgi zaman Rumni tadqiq qildigan yoki Yunoniston tadqiq qildiganlar hammasini tarix deb taniydi. Faqat ma tarixchining ma qismi balki mazra xato bo'lishi mumkin deb ashuni tadqiq qilish, bir-birsiniki selishtirish orqali hozirgi tarixchilar o'zining ko'z qarashini qo'ydi. Masalan, Sovetninki Stalinning davrini mandila bir 10 necha Stalin to'g'riliq kitob bor. O'xshamagan 10 necha Amerikalik, Angliyalik, ubuyaliklarning yozgan. Har birisininki o'z oldiga ko'z qarashi bor Stalinga. Ba'zilar deydi, bu yerda bir misol o'tkazsam. Stalin yana 1941 Sovet hujum qilgan vaqtida 6-oyning 22-si. Bu kunni Stalin oldi biladi deydi. Bir turkum tarixchilar. Natsistlar qilgan vaqtida hamsiz? Natsistlar Sovet hujum qilgan vaqti. 41 deyman. 41 6-oyning 22-si, ammo qaysi yili azroq ko'tarilib qolibdi. Menam o'yinda esimda qolmabdi. Shu 40ning oldi keyin bo'ldi. 40ning oldi keyin, Ba'zi tarixchilar deydi, Stalinning jasuslari aniq shu kunni deppagan, yana 6-oyning 22-si Natsilar hujum qilganligini Stalin oldin ola bilgan. Ammo lekin Stalinning ahmoqligidan yoki uningki o'ziga bo'lgan nemisidan bu qo'rqqanligidan vazifasining mas'uliyatidan ishongiz kelmay hech qanday tadbir qo'llanmagan deydi. Bu bir xil ko'z qarash. Yana bu kunida hujum qildigan uchur to'liq deydi. Ammo rais bo'lgan yoki bosh bo'lgan bu diktator bo'lganligidan qaror chiqarolmaganligidan shu zaman Sovetninki hujum boshlangan kunida eng cho'ng zarbiga 1-2 oygacha davomlashgan zarbida uchirgan. Jiq ziyonlar bo'lgan.
yana bir türküm tarixchilar deydi, yo'q deydi, unday emas deydi. To'g'ri, 6-oyning 22-si hujum qildi degan xabar kelgan, ammo shuning bilan tang 5-oyning 20-si degan, 4-oyning 20-si degan, 6-oyning 20-si, 25-i, 22-si, 23-i, 7-oyda yoki bu yil bo'lmaydi degan har xil uchurlar hammasi rost yolg'on orilishib ketganligidan Stalin qaysi ishinishiga hech bir asossiz deydi. Shuning uchun Stalin qarorni chiqarolmagan. U aqlsizligidan yoki mas'uliyatligidan qochgan emas, ammo lekin shu vaqtdagi mana deganda hozirgi yolg'on uchur bilan rost uchur orilishib ketgandan keyin qaror chiqarish tas bo'lgan. Mana degan vaqtida uning ichida birisi to'g'ri, ammo qolgan 10i xato bo'lganligidan qaysini tanlab ishinish bu mümkünçiligi nihoyatda qiyin deydi. Chunki 5-oyda degan Açtaqken bu xil ishlardan karşı taraf ba'zida bexudishib qoldi ekan. Masalan, hozir İran İsrailga hujum qilganda hatto 3-4 kun bo'ldi, qachon qiladi? Bütün muhbirlar shunga qarayapti, qilolmaydi. Qilindi, qilmamdi, umi bir masala. Bilmaydi. Shuning endi mening demoqchi bo'lganim, masalan, shu Stalin bir shaxsiga, balki yaqinqi zamondagi bir shaxsiga bo'lgan tarixiy bahoda g'arb dunyosida o'xshamaydi. Aqlliq deydiganlari bor, dört deydiganlari bor, ba'zilar deydi Stalinni o'qimagan savotsiz deydi. Deydi Stalin nihoyatda jiq kitob o'qigan bir odam deydi. O'zini o'zi yetildirgan bir bilimlik diktator deydi. Ba'zilar deydi ya o o'qimagan, o qisqa o'qigan deydi. Stalin Rus emas-ku? Rus emas, Gruziyalik. Gruziyalik. Onunki masalan yana birisi hamda Hitlerga mi ashunda o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Ba'zilar deydi Hitler dört o'qimagan tuzuk deydi. Ba'zilar deydi Hitlerninki muzik, san'atga bo'lgan alohida bir nemalari bor. Ammo u bir diktator va qirg'inchilik qilib qolgan bir jinoyatchi. Bu jinoyatchilikda o'xshash ko'z qarashda hamma odam nafratlanadigan, ammo lekin u odamninki aql, farosat, bilim bunun da o'xshamagan ko'z qarashi. Ammo Xitoyninki qaytib kelsak, Mao Zedongni mayli 59dan 62-yilgacha bo'lgan ochchilikda bo'lsin, mayli yerlik millatchi, mayli qarshi madaniyat inqilob, shunda millionlagan 10 milyon, 100 milyonga yaqin odamni qirg'an mushunda bir jallodni hozirgacha yana nihoyatda yetilgan shoir, san'atchi, muzik, hamma nemaga ulug' bir Xitoy deb madiylayapti. Uni inkor qilganlarning ovozi madiylagandan to'van chiqolmayapti. Xitoyda u to'g'riliq hech qanday bir kitoblarmi yo'q. Xitoyda u inkor qilgan kitob asosan chiqarilmaydi. Bu demak bu yerda Xitoy tarixini hukumat belgilayapti. Masalan, Xitoyninki yaqinqi zamon tarixini desak, 78dan keyingi bir mezgilda Xitoy Yaponga qarshi urush, ya'ni yaqinqi zamonni deyli, qarshi urushida Kuomintang hukumati Chiang Kai-shek shu vaqtida asosiy rol o'ynagan degan bu so'z chiqqandi. Xi Jinping chiqqandan keyin hozir yana Jongo Kommunistik Partiyasi yetakchiligidagi 8-armiya, yangi 4-armiya bular asosiy rol o'ynagan, Kuomintang taslimchi bo'lgan, u bu deydigan Mao yana qaytib keldi. Mana degan vaqtida 30 yilning ichida tarix oldikayni bo'lib, yana bir o'zgarish bo'ldi. Bizning vatanda shunchalik jiq qirg'inchiliklar bo'ldi. Bu tarixlarni Xitoy burmilab etmayapti. Masalan, bizningki ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyetimizni birdan Xitoy inqilobining bir qismi deb baxti, birdan buni bo'lginchi deb baxti. Hozir yana bo'lginchi tarafga qarab mangdi bu tarix. Faqat bir ikkisini maqtaydi, Ahmad apandimni, Abdukerim Abbasovni, ammo qolganlarni hammasini asosan inkor qiladi. İnkar qilish. Ahmadjon Qosimiyni unuttirib etdi yaqinqi yillarda, tilg'olmaydi hozir. Ham ularni shu ilki
Zörür tepilganda bir maqtaydı, ondan ekin juyuqla yo'qla qilib yetidi. Haqninki kallasidan masalan ilqi Uyg'ur darslik kitobida masala bor deb cho'ng chang chiqarib bir to'p Uyg'ur ziyolilarini, sarxillarimizni hammani turmaga ig'ir jazo bilan solaverdi. Bularning ichidagi bir betida hammamiz ko'rdik. Men endi burun ko'rib baxmatmanki, mana shu to'rlarda ko'rdim. Faqat Ahmad apandimning bir rasmi bor, maydisida ordu bor, oningda ay yulduzliq nima iznak bor. Shuni ordun bor. Shuni hamda bölgünçilik ideologiyasi deb shunimi ko'zgarmay ko'rsatdi. Mana deganda Ahmad apandimni aniqla inkor qilyapti. Ammo siyosiy maqsadda ba'zi vaqtlarda masalan tug'ilgan kuni yoki vafot bo'lgan kuni deb anında bir kun maqtaydi, onun ikilli kirgizib yetdi. Bu Xitoyningki tarixini shaxslarni yezilish emas, ordulardan yezilganligi, ordu tarixchilari. Shuningki mana degan vaqtida ang dalil isboti yo'q. Xitoyningki buning bilan masalan bizning Sharq Turkistonning masalasi kelgan vaqtidami Xitoyningki bir yezib qo'ygan shu tarixida Xan sulolasining vaqtida Sharqiy Turkistonning zaminida Shiduxufu deydi, bir harbiy gazarma qurgan deydi. Shuning uchun milodidan burungi 60-yildan tortib bu zamin bizning deydi. Aldan ketimde bizden leksiyadım ben sözüldü. Mesela misalını çıkaldım. Hazır Xitoyningki Afrikadaki Djibouti degan devlette harbiy bazası var. Djibouti. Şu yerde Xitoyningki Djibouti'de harbiy bazası var. Hem de Djibouti Xitoyningki muqaddas ayrılmaz bir zemini bo'landa o mümkün emas. O bir yalan. Yani men yıldan keyin Xitoylar Djibouti'ni biz boshqargan deydi. Endi o tabii. Şu tarixni açın muşundal yana tarix tuzib mangsa o shularning bo'ladi. Demak bu yerda Xitoy tarixini ilk bir fan, hamda bizning tushunchimizda albatta tarix bir fan, ammo lekin u undaq mutlaq matematika, fizikaga o'xshash, matematika 2 qo'shib 4 bo'ldi. Onunda 3 mi chiqmaydi, 5 mi chiqmaydi. O hammadan bo'ladigan talash tartishga qolmaydigan narsa. O bir tabiiy fan. Shuningga ijtimoiy fanning birisi bo'lganligi uchun tarix yuz bergan voqealar reallik bo'ladi, ammo uni ta'sirlagan qoida bizga tanitgan shaxslar, tarixchilar, yozuvchilar o'zining tushunchasi bilan tushundiradi. Bu tabiiy. Shuning uchun tarixda o'lchamlik rasmiy tarix bo'lmasligi kerak. Ammo Xitoyda rasmiy tarixi bor. Uningdan keyin hamda abayda dedik, nima uchun Qing sulolasinikini tuzab bo'lolmaydi, uning oldidagini tuzab bo'lgan deganda, uning oldidagi masalan Manching uning oldidagi tarixni tuzab bo'lib nima qilgan desa, qolgan butun yig'alagan kitobning hammani ko'ydirib atgan. Hammani ko'ydirib atgan. Shuning bilan Manching tuzgan tarixi shu peti qolgan, uning oldidagi boshqalarning yozganini biz bilmaymiz. Hamma sulolasi shundan mangan. Xan, Tang, hammasini shundan manganligi uchun Xitoy hozir biz bilan talashgan vaqtida biz o tashqi Mongoldagi mangulik obidalarni ko'rsatalaymiz. Yaqinqi zamonda Molla Musa Sayramining tarixi Aminiya bu azroq qoldirgan Tazkirahi G'o'ja Damdoq, Tazkirahi Qashqa u bu degan mushu kitoblar bilan biz azroq o'zimizning tarixini yaqinqi zamonnikini aniq qila olamiz. Qolganini arxeologiyaga tayinimiz hozir fan texnika bo'yicha. Ammo Xitoy shu 24 tarixida bizning vatanga kelib qolgan Xitoyning birisi bir yezib qoldirganli bo'lsa, mana shu bizninki, mana bag'anti deb bu tarixni burmalash, chunki hukumatninki bir tutash o'xshamagan tarixni hammani ko'ydirib atganligi uchun biz xalqarada xeyli bir mezgilgacha shu Xitoy tarixini qabul qilgan, ta hozirgacha hatto xeyli Xitoyshunoslar shu Xitoy tarixini qabul qilyapti.
Bularning bu tarixining bunda o'zgartma, tuzilma kirgizganligi, o'xshamagan tarix kitoblarini ko'ydirib atganligi, buni surishtirmay, jiqadan bunga diqqat qilmay, Xitoyninki hozir nashriyotdan chiqargan tarixlarini, hattoki Xitoy chiqargan Xitoyning tasdig'idan o'tgan Uyg'ur tarixini bizning ba'zilarimiz shu piti shuni tashviq qilyapti. Masalan, yaqinqi zamondagi milliy inqilobga kelgan vaqtida hatto bizning ba'zi tarixchilarimiz ochiq oshkora va uni rus qilgan deydi. Shaxsan mening ko'z qarashimda rus yordam bergan. Xuddi bir o't tutashtirish uchun oldi bilan qurib tayyor bo'lgan shu o'tin bo'lishi kerak. Sarangini tashlaganlar yoki uning azroq biznes benzin quyib uni ulg'aytganlar, benzin ulg'aytganlar bo'lishi mumkin. Ammo yong'in tayyor bo'lgan vaqtida siz sarangini tashlasangiz yonadi. Agar tayyor bo'lmasa, siz apirib chimliq qilib sarangini tashlab yiqing, yanamda yanmaydi. To'g'ri. O'ttirg'i chimliqning o'ttirg'i 4 tal yog'ochni qo'yib, uni yandira olgan pudab yurib yandosingizmi, u kengayib manganmaydi. Nima uchun kengayib yong'in ulug'lab mangalaydi deganda, shu yerda quruq yog'och tayyor bo'lgan muhit bor. Bu muhit undan keyin bu butun hamma yerni qoplaydigan yong'inga aylanadi. Shuningga bu yerda mening demoqchi o'g'lim, Xitoyning tarixi tuzalgan, hukumat tarafidan tasdiqlangan tarixga tanqidiy. Mening siz bilan boshlagan programning boshqa oyoq deydiganim tanqidiy savol bilan har qanday bir authority inglizcha. Nima deymiz uni o'zbekcha? Nopuz. Nopuzluq qanchalik nopuzluq bo'lib ketsin, u yozuvchi, tarixchi, olim so'zlariga savol bilan boshlash kerak. Undan keyin o'zining yakunini chiqarish kerak. Shunda bo'lgan vaqtida biz o'zimizning aqlni ishiltib, o'z zehnimiz bilan, o'z bilimlarimiz bilan o'zimizning mangadigan to'g'ri yo'lni topa olamiz. Bo'lmasa, haqning boshlagan yo'lida mangaylaversak, oxirsi manga yerimizning nadaligini, oxirlashqaga yerimizning nadaligini o'zimiz bilolmaymiz. To'g'ri aytdingiz. Tarix o'tmishniki bugunga shu paytda yetib kelgan shaklar emas. Amaliyotda shu tarix bizga boshqalarningki ko'rsatmoqchi bo'lgan yuzi. Tarix to'g'risida nurg'un aniqlamalar bor tarixshunoslarniki. Tarixdagi hodisalarniki bugunga aks etishi. Herkesmi tarixdagi hodisalarniki shu paytda bugunga to'shilish emas. Shunga tarix haqida rasmiy bir manbaniki yoki rasmiy bir kitoblarniki davlat tarafidan bekitilishi bu tamamen ilmiylikka xilof. Tarix haqida turli qarashlar bo'lishi kerak va u turli qarashlar ichidan haqiqatga yaqini qabul qilinishi kerak deb qarayman. Bu jihatda siz yaxshi yo'l tutdingiz. Endi Xitoyning tarixi degandek hukumat tarafidan yozilgan tarix bo'lg'achqa, uningda haqiqiylik emas, balki hokimiyatniki istigini, hokimiyatning xalqini aks ettirilgan ekan. Ammo siz deb o'tgandek tashqi dunyodagilar buni tushunmaydi ekan. Shunga xili Xitoyshunos deyilgan kishilarmi Xitoyniki rasmiy tarixlarini manba qilib ishlatadi ekan. Chunki kitob yozish uchun, maqola yozish uchun bir manba lozim. Degili gap bo'lsin ham oldigan tadqiqotchilarmi oz emas. Shunga bu tema haqiqatan yuritilishga tegishli deb qarayman. Endi ikkinchi batga o'tsak, ikkinchi batda hokimiyat mustabid fuqaro qul debsiz. Nima uchun hokimiyat mustabid fuqaro qul Xitoyda? Xitoy o'zini
ba'zida 5000 yildaydi, ba'zida 3000 yildaydi madaniyatga ega bir davlatdaydi. Hozirgacha bo'lgan tarixini. Buningda hattoki Xitoydami jumuriyat bo'lgan deydi. Masalan, shu Xitoyning hamda yezilma rasmiy qilib qolgan tarixi Zhou sulalasidan boshlangan bo'lsa, amaliyotda uni Zhou sulalasi yozgan emas. Beglik davrida yezilib qoldirgan, ammo Zhou sulalasiga oid tarixlar. Zhou sulalasi Xitoy beglikimi? Yo'q, Zhou hamda u Talash tartibda bu deydi. talash tartishda hamda shu Zhou'ningki oldida Yin Shang deydi. Eng dastlabki hozir Xitoylarning deydigini Yin sulalasi, undan keyin Shang, undan keyin Zhou. Zhou'ning davrida hamda azroq yozilgan bilimlar qolgan. Nima? Zhou'ning davrida yozilgan narsalar qolgan. Buni hamda asosan yozilgan narsalarni to'plab chiqargan vaqti beglik vaqti, Zhou'ning oxirgi vaqti. Yana her bir Zhou sulalasi vaqtida bir imperator qurilgan deydi Xitoylar. Bu imperator keyinda bo'linib begliklarga aylanib ketgan. Shu begliklarning davrida asosan bu Zhou sulalasininki aqidalarini ratlab chiqqan kishi hamda Kongzi. Shuning Confucianism deydigan shu vaqtdan boshlangan. Onun aldırki Yin Shang bu iki devrede asasen iş qanday yezip kaldırgan narsalar. Shang'ninki de Jaguar yani Oracle. Şu bağdaydı ama o bir tal iki tal xat. Ama xat degenimiz ameliyatta sizip koygan bir resim endi. Onu şu hazırki Gomorro bironki Xitoyning o'lib ketgan orada tadqiqotchisi. Xoşa nereden kelgan? Xoşa hamda keyinda shu Xanlar davridan boshlab buni tuzishga boshlagan. Rasmiy Zhonghua deb ishlatgan Xitoy Liang Qichaoning davridan boshlangan. Uning oldidagisi asosan bu so'zni ishlatmagan. Qing sulalasi ishlatishni rasmiy boshlangan vaqtda Qing sulalasining vaqti. Qing sulalasi. Zhonghua deganni. Undan keyin uni shariylab hozir hamda Xoşa Hua bilan Sha ikkisi birlashib Xoşa ularni bizda yo'q deydi hozir Xitoylar o'zini. Shuning bilan boshlangan. Endi hozir o tarixini yana talishda. Ammo Xitoy deydi, buning oldida azroq jumuriyat shakldagi bir bo'lgan deydi. Mening farzimda o bir yilki qabilalarningki azroq maslahatlashadigan bir narsa, ammo u jumuriyat deganga menimcha Gonghe deydi Xitoylar jumuriyatni. Onundan bek jiroq. Chunki ular o'zini misal ulug' madaniyat deb qaragandan keyin biz Yunonliklardan, Rimliklardan qilishmaymiz deb shunday bir narsani to'qishib boqqancha. Mencha shuningki nemisi. Bu yerda endi Cumhuriyet deyli, mayli yoki boshqa bir nima deyli, imperiya deyli, hozirgi yiqayotgan madaniyat nemisidan elib ketganda, ya'ni civilizationdan elib ketgan vaqtida civilization degan gap abay bizda yo'q. Shahardan boshlangan, yana Afina, Sparta, Meshalardan boshlangan. Bu yerlarda boshlangan vaqtida civic deganninki ham dastlabki bir xil ma'nosi nima degan vaqtida bir o'pchivoy kelishib qonun tuzash, shu qonunda har bir bu shaharda yashagan quldan boshqa, ayollardan boshqa, ama Yunanistan'da ma'lum darajada ayollar qatnashgan. Buningkida siz qonunni bekitish jarayonida qonunga sizning majburiyatingiz bor. Kanun siz için kapalat kılıdığan onun mu sizge mesuliyet kısmı var. Bana diye vaxtıda siz mesuliyetinizni ada kılış bilan birge mecburiyetinizni mu ada kılısınız hem kapalatga ega. Sizning bexatarligingiz, erkinligingiz bu kapalatga ega. Buningdan taraqqiy qilib civilization taraqqiy qilib oldidagi qabillikdan, shahardan, ondan keyin Cumhuriyetga o'tgan republik,
Onun keynide imperiya bo'lgan, imperiyaning keynide yana eng dastlabki demokratiya, eng mükemmellerek demokratiya şu Afina'dan başlangan. Afina'dan başlandı. Başlangan. Keynedeki, onun keynedeki demokratiya Amerika'nınki desek boludu asasen. Hem de Rum'ninki de Cumhuriyet devirde azırak ba ama onda Afina'nınki de onda hem adam katnışalaydıgan demokratiya. Bir yerde hem de Xitayda bunda bir sistem mevcut bolup bakkan mı degende yok. Hiç kaçan meyli Xitayning efsanevi sulalisi Yin Shang devri olsun ya ki Zhou'dan başlangan Beglik, Çin, Han ta Manchungacha hamda Manchungni Xitayning da azirki umumiy ko'z qarashga mangsa hech qaysida bunda fuqaroning huquqi bor degan manda hukm Xitoyda bo'lib boqmagan. Shuningga men deyman, birinchidan Xitoyda qonun degan narsani biz xato tushunyapmiz. Xitoy xato bizga hukm beryapti. Xitoyda qonun degan hukm narsa mavjud emas. Biz Xitoyninki podshoning emri, podshoning buyrug'ini biz qonun deb tushunyapmiz. Ama g'arb dunyosidagi qonun degan yana law. Bu söz amaliyotda ikki tarafning tang barobar kelishim bilan shakllangan. Yana hozirgi demokratiyada bu yerda yana bir qistirilgan gap bor. Hozirgi demokratiyada masalan Amerikaningki sistemasi, Yevropaninkida biz xalq bir turkum huquqimizdan voz kechib rais, prezident, bosh minister, ministerlarni saylab chiqamiz. Ular biz bergan huquq bilan biz uchun xizmat qiladi. Biz ularni javobgarlik surishtirib olamiz. Bizga ish qilib bersa, o o'zininki biz to'lagan boj bilan o'ziga maosh olib bizga ish qiladi. Shuning uchun bu yerda Uyg'urlardagi yana bir xato hukmga qo'shib javob berishim to'g'ri keldi. Chunki bu qulluq bilan o'zingninki fuqaro yana garajdonligining farqi shu yerda. Agar sening hokimiyating sen uchun xizmat qilgan bo'lsa, rahmat aytamsa, minnatdorlik bildiramsa yoki u vazifasini ado qilyapti deb tonamsa degan ma'nosi keladi. Mesela ben Amerika garajdoni. Her ayda mening maoshimdan boj tutadi. Yil oxiri yana boj to'layman. Ko'pincha ahvolda men to'lab kelyaptim. Bu boj to'lash orqali bu boj nima qiladi? Shu hukumatningki amaldorlari maosh olib, albatta mening maoshim bilan, o mening to'lagan bojim bilan emas. Hamma amerikalikning to'lagan boji bilan ular o'zining huquqini yurgizish orqali bizning talablarimizni rozi qiladi, bizga bexatarlikka kafolat qiladi. Masalan, men Elshad, mening anam, singillarimni Xitoy tutib ketdi. Men Amerika hukumatiga arz qilyaptim. Mening urug' tuqqanlarimning o'lik va tirikligini aniqlab ber dedi. Ham bizga ilib bergan bu zulmni genocide denglar dedi. Oxirisi dedi, hukumat e'tirof qildi. Ama bu yeterlikmi? Men shuning uchun bularga minnatdorlik bildirib, kunda voy Madiya naqsh etamdim? Yo'q. Ularga yana ishtirma. Sen qilgan yeter emas. Senin qilganing yeter emas. Manga yana texmiji qilishing kerak. Chunki o Sharqiy Turkistonda tutilgan Uyg'urlar mening qarindoshlarim hammasi beguna. Shuning uchun men Amerika garajdoni sen ularga surishtirish, ularni bo'lsa hayotligiga kafolat berishga Xitoyni majburlash sening vazifang deb menda talab qilishim kerak. Ammo Xitoyda uzun yil, 1000 yilga yaqin, necha ming yilgacha bunda bir narsa hukm bo'lib boqmagan. Fuqaro degan bu hukm, biz fuqaro deymiz. Bizning Uyg'urchada fuqaro deganimizda garajdan bilan tang deb qarayman, hukm jihatda. Garajdan bo'lsang, sening huquqing bor. Boshliqlaringga talab qo'yish, ama minnatdorlik bildirish, azroq bir ishni qilish, tegishli ishni qilsa, uning minnatdorlik bildirish o rahmat emas. Qulluq ideyasi.
Ama puhra degan gap arabchadan kirgan namratlar degan gap asli ma'nosi. Ha, onu endi men bilmaydi ekan. Yaxshi tushuntirdingiz. Ha. Fuqaro, faqir, Biz fuqaro. huquqdagi namratlar. Arablarning umi to'g'ri ekan. Huquqdagi namratlar. Ha, bizda huquq yo'q. Namratchilik. Endi bu Xitoyda naq shunday. Xitoyda mayli qachondan boshlangan bo'lsin, bu yerda puhra qul deganim shu, huquqdagi namratchilik. Agar sizda boshliqni surishtiradigan huquqingiz bo'lmasa, siz qul. Masalan, dehqonni deylik, Uyg'urning dehqonlarini deylik. Aram bir necha yil o'zining yeriga nima terishni o'zi belgilay oladigan qancha yil o'tdi? 78dan balkim 80-yillargacha uning keyingi. Uningdan keyinlar Uyg'urning dehqonlari yanala Xitoy hukumati basay terisi desa, basay teriydi, çamg'o terisi desa, çamg'o teriydi, savuz terisi desa, savuz teriydi, piyoz terisi desa, piyoz teriydi. Anarlık o'zgartsa desa, hamma yana anarlık o'zgartdi. Kelar yil anardan pul chiqmasa, anjulik o'zgartsa deydi, anjulik o'zgartdi. Bu demaklik nima deganda? Qul. Qul. Sen o'zingning yeriga nima qilishingni bilmasan. Hozir hamda ko'pib har xil narsalar bilan masalan o Uyg'urlar emas, hatto Xitoyning mo telefonida nimani qilish qilmasligini Xitoy hukumati har xil applar bilan boshqarib kelyapti. Xalq qurultiyining vakili deydi, vakillar bas nima qiladi? Qo'lni ko'tardi, tomoq yeydi, qaytib ketadi. O puhra emas. Hattoki vakillarmi surishtirish huquqi bo'lmaydi. Benormal bir xil ahvol. Hech qanday qarshilik yo'q hukumatningki doklatiga. Hammasini tasdiqlaydi, uni ulug'laydi, shariylab mangdi. Taraflab mangdi, taraflab. Bu demaklik nima deganda? Bu zaminda puhra mavjud emas, garajdan mavjud emas, huquq mavjud emas, faqat qul. Qul bo'lganligidan Xitoy tarixida masalan nayti ko'pligan urushlarda askar boshliqlari yana oshqaga vaqtida, murosimda qaga vaqtida shaharlari puhralarni yeganlari bor. Buyruq tushirib, tomoq yetmedi, puhralarni bo'g'izlab, qozonga besib, go'shtni yanglab. Bu Xitoy tarixida qayta takrorlanadi. O agar bir odam huquqli emas, yeydigan tomog'i emas, o'zining jinig'ini ega chiqarmagan bir puhra, o puhra emas, qul. Shuningga Xitoy tarixida Xitoy madaniyatida ta bugunga qadar puhra degan bu hukm yo'q. Garajdan degan bu hukm yo'q. İkisi bir gap hamda. Abi tushundik. Puhra degan hamda huquq. Bu yerda men bir tırnak açsam 1911'deki Şinxey inqilobidan keyin maydonga kelgan Xitoy Cumhuriyati Kuomintang hukumati yoki boshqa atilishi bilan bundan keyin 49 qaytadan qurilgan Xitoy Xalq Cumhuriyati. Bular Cumhuriyet degan so'zni ishlatgan bo'lishiga qaramay bir narsa o'zgarmadi bu Xitoyda. Bu inqiloblar nima olib keldi sizningcha? Menimcha hech qanday bir yangilik bo'lmadi. Hamda 1911dan keyin yana Manching ag'dirilgandan keyin ta Chiang Kai-shek 26-yili 27-yili butun Xitoyni atalmış yana qaytadan birlikka keldi. Birlik, cho'ng birlik, to'g'riliq, yana birlik she'rimizda so'zlaymiz. Shu birlik kelishdan burun bir mezgil Xitoy davlatida bir xil puhra ideyasi tarbiyalash va puhra ideyasi kirishga boshlagan davri shu davri deb qarayman. Masalan, shu vaqtida Xitoyninki bir mezgil azroq bo'lsa-mu, bu to'g'riliqmi keyinda so'zlayman. Xitoy tarixida ikki gullanish bo'lgan desa bo'ladi. Xitoy madaniyatidagi gullanish. Yana birisi Zhou sulolasi ag'dirilib, Qin sulolasi qurilg'ichi bo'lgan Xitoy tarixida baglik urushqoq davrlari deydi. Shu vaqtida
Jango. Çünkü Jango deydi. Urush beglikler devrede. Urushqoq begliklar. aldı. Shu davrda bir mezgil bir merkezleşken hakimiyet bo'lmaganligidan bir Xitoy madaniyatida bir gullanish bo'lgan. Önemli keyin so'zlaymiz. Yana birisi 1911'den keyin ta 26'da 27'ga kelguncha 1900 bu yana bir qitim Xitoyninki madaniyatida bir gullanish bo'lgan. Ammo uning bizningki ishg'oliyat ostidagi bizning zaman va Tibet bularda ayrim narsa, uni keyin deyishimiz. Ama buningdan boshqa Chiang Kai-shek birlik keltirdi dedi Xitoyni. Ondan keyin yanala qadam bo'g'ish boshlangan. Bo'g'ish boshlangan. Ammo Xitoy kommunistlarida bunda bo'g'ish bo'lmagan, ammo Chiang Kai-shekning davridami masalan bir dahi bir ideologiya bir partiya degan shuar bilan davomlashib mangan. Yana Chiang Kai-shek bir dahi bir ideologiyasi yana Sun Yat-senninki atalmış Saminjuyi 3 ta'limotli 3 maslak. Ondan keyin bir partiyasi Milliy partiyasi yana Gomindan. Bu shuar ostida yanala podshohlikninki hokim mutlaq merkezleşken bu narsani targ'ib qilgan. Undan keyin 49'dan keyin kommunist keldi. Kommunistninki hozirgacha yanala shu feodal desak, feodallikqa yoki hokim mutlaq shu mustabid davomlashib kelyapti. Mao Zedong podshoh amaliyotda hozir biz bilgan chet elda chiqqan kitoblarda Mao Zedongninki poyezdga chiqsa, poyezdda bellarni qilgan kenizaklarning borligi, Jonanxayga bas, Jonanxayda kenizaklarning borligi, hatto o'zining xotinimi yeniga kelanmaydigan Jiangqingninki. Mushunda ahvollarning hammasi hozir ochiq bo'ldi. O bir podshoh Mao Zedong bir ig'iz gap qilsa, o'z vaqtida madaniyat inqilobi shuarlarni chiqqan, Mao Zedongning bir so'zi 1000 so'zga teng. Eng ulug', eng to'g'ri so'zlaydi, haqiqat Mao Zedongninki so'zida degandek hammamiz mana degan vaqtida u Xitoyning 1000 yil tarixidagi, necha 1000 yil tarixidagi har qanday podshoh yetmagan davriga yetgan. Nimaga? Yuqorliqqa. Nima desa, shuning bir Mao Zedong uzundilari degan kitobi hamma odamning qo'lida. Men esimda bor. Men Chuluqayda Uyg'urcha yangi yoziq o'qiyotgan vaqtimda ashuni menga berganda, men nima bir sifatda qizil tashlar. Mana deganda bu bir xuddi xristianlarningki Injil, islomdagi Qur'onga o'xshash, bundan selishtirish balkim to'g'ri emas. Xitoylarga nisbatan hattoki Xitoy ishg'oliyatidagi bizga Tibetlarga hammamizga shuni o'qishga majburlagan. Har kuni atigini bir qo'pib o'qish, kashligi bir o'qish, har bir odamlarga majburlangan. Bu demaklik xuddi o'zini bir xudolik talashgandek darajaga olgan mavzu Xitoy. Shuning uchun undan keyin Deng Xiaoping chiqdi, hozir Xi Jinping yana shu Mao Zedong davriga qaytib menyapti. Demak, bu yerda meningcha, shaxsan mening ko'z qarashimda Xitoyda hech qachon bunda bir o'zgarish amdil boshlangan vaqtida bo'g'ib tashlangan hech qanday 2 yil qitim, aran 2 yil qitim Xitoy tarixi. Uningdan boshqa hamma tarixiy podshohlik, hokimiyat qullog'i ega. Puxra degan narsa yo'q. Endi bu ta'limotini bir yerda qistirib o'tsam, ikki odam kuchaytgan odam. Birisi Shangyang degan Xitoy, men sol tarafdagi rasm, Shang Jinshu degan kitobi bor. Oxirsida bu Xitoynimi yana shu o'zininki qonuni bilan jazolab, o'zining ta'limoti bilan jazolab, eng vahshiy o'ldirilgan Xitoy. Buning ta'limotida puxrani dot tutish, puxrani yerim osh qo'yish deydi. Yana Mao birisi puxra jiq bilim egallamaslik kerak deydi. Bilib ketmaslik kerak. Ikkinchisi bizning vatanda ijro qilayotgan siyosatlar. Shu. Yerim osh qo'yish kerak deydi. Osh o'g'a vaqtda qo'sig'i doim to'ymagan odam boshqa narsalarga o'ylaydiganga, fikr yurgizgan vaqti yo'q.
Posaqning g'emidil o'tib ketadi, shunga boshqurishga oson bo'ladi deb shu ta'limotini bergan. Masalan, Mao Zedongning vaqtida dushu uyunlun deydi. Deganga nima deganda kitob o'qish u ortiqchilik, hech qanday foydasi yo'q deb mana degan vaqtida tafakkur yurgiz. Chunki odam kitob o'qisa, kitob qurishlardan boshqa, kitob o'qigan odam tafakkur yurgizdi, o'ylaydi. Shuning uchun bilimliklarni yo'qotish Xitoyning başlagan, Shang Junshuni yozgan Shangyang o'z boshlangan, ama o'zimni bir shu vaqtdagi ziyoli desak bo'ladi. Oxirsida o'zimi shu o'ziningki ta'limoti bilan o'lgan. Yana buni choliya qilibdi. Choliya degan nima deganda 4 tarvot shu qo'li putini, beshini bog'lab qo'yib 5. 4 tarafga 5 tarafga tortib menib uzib o'ltirib etdi. Onundan keyin yana birisi hamda Kongzining ta'limoti. Kongzining ta'limotiga Xitoyning ziyolilari ta bugunga qadar naytici inkar qildiganlar bag'ansir jiqyapti. Chunki buning deydigini podshohlik bo'lish, hamda hozir qilganda dahidek bo'lish, vazirdek bo'lish, dadidek bo'lish, balidek bo'lish, xotindek bo'lish deydi. Bu degani nima degan vaqtida podshohga vazir qarıştırış xatodir. Podshoh Tangrininki irodasi yoki uning vahiysi bilan adolat boshqarish deydi. Agar xatolik qilib qolsa-mu, u mana degan vaqtida shu yuqoridan kelgan xatoliklar deydi. Podshohni yo'q. Tangrining irodasi bilan ish qiladi. Tangrininki. Ama o Tangrininki hech kim bilmaydi o qaysining to'g'ri, qaysining xatoligini. Hamda Tangri bo'lgandan keyin hammasi to'g'ri deb ma'noda. Shuning uchun u yerda shu podshohni hech qanday surishti qilinmaydi degan gapiradi. Undan keyin vazir bo'lish kerak deydi. Vazir bo'lish degani o shu o'zining rolini joriy qildirish, ammo ustiga qarishtirmaslik. Har kishi erligini yana xotinga mutlaq ega bo'lish, huquq yurgizish, buni bo'yicha mengish kerak. Bala ota-onadan savol so'rashga, qarishtirishga bo'lmaydi. Mandal degan vaqtida nayti qatlim darija bo'yicha jamiyatni orib o'tgan. Bu darajada hamma odam o'zining darajasidan eshib ketmaslik deydi. Shuning uchun bu ish Xitoyninkini hukumat nayti yaxshi ko'rdi. Hukumat ta hozirgacha bu Kongzininki ideologiyasini yana targ'ib qiladi. Shuning uchun bu yerda menda degan vaqtida bu ikkisi hukumatga yoqqashqa, hukumat hozirgacha bularni ta'riflab, puxra yoki garajdan deganimiz bularga hech qanday huquq bermay, sen shu o'zingninki o'rnini chingtu, buyruqqa bo'ysungan, amir farmonga bo'ysunsa, uningdan boshqasi sening kalla qattirib uni tadqiq qilib, bu qilishing hojasiz degan bu ta'limotni singib ketganligidan Xitoylarning qarishtirilishimi nayti to'van. Shuningga ko'pincha suloslarni og'dirib o'tgan jiq o'qimaganlari. Chunki bu ta'lim tarbiya bak singib ketsa, o qarishlik ideologiyasi qolmaydi. Chunki Xitoyda barobarlik, erkinlik degan bunday hukm mavjud bo'lib batmagan. Xo'sh. Demak, Xitoylar o'zi qo'l mijoz bo'lg'achqan, ular qisqa mezgilda yana o'ziga podshoh saylab oldi ekanda, erkinlik fursati kelsa-mu uni tutolmaydi ekan. Bu jihatda albatta Xitoylar chigona deb o'ylamayman. Arab baharida nurg'un arab davlatlarida inqiloblar bo'lib, diktatorlar taxtdan tushdi, ammo keyindan yana diktatorlarni chiqardi. Shunga o'xshash Xitoylarga 1911da bir fursat kelsa yana 10 yilga qolmay Jiang Zeminni, yana 20-30 yilga qolmay Mao Zedongni qaytadan podshoh qilib, tayinlab yana qulluqni davomlashtirdi. Demak, bu bir millatningki uzun tarixiy xarakterininki, mijozininki,
Hükümetke, hakimiyetke, devletke bo'lgan tushunchasidan bir inqilob bilan o'zgarmaydiganligini, buningki bir siyosiy kultur sifatida davom qildiganligini ko'rsatadi ekan. Endi siz bu tayyorlagan materialda mavzusi itibari bilan Xitoy madaniyati Uyg'urga kirsiz debsiz. Qaysi jihatdan Uyg'urga kirsiz deb qaraysiz? Xirs deb qaraysiz. Xirs. Endi bir şey amaliyotda buningga bir javobni bergan bo'ldim. Masalan, Uyg'urlardagi bizdagi hozir Xitoyning tuzgan tarixlarini asos qilib yakun chiqarish yoki shu tasdig'idan o'tgan tarixlarni rost tarix deb analiz qilish. Shuning bilan masalan tarixiy shaxslarimizga baho berdigan vaqtida mayli G'oji Niyoz hoji, mayli Elixon To'ra, mayli Ahmad apandim bo'lsin. Bu tarixda mayli Sobit Tamullojim, balkim buning ichi Sobit Tamullojim eng debtalashga azroq uchirgan bir shaxsi. Ben o adamdan devlet atı desek buludu o. Xuddi Türk'ninki atı Türk degandek atı Uygur desek mi buludu. Sobit Tamullojim. Mana deganda men o'qiganim chet eldagi shu Muhammad Emin Bug'roning bo'lsin, qolgan chet elda chiqqan kitoblarga asoslanganda Sobit Tamullojim birinchi İslam Cumhuriyetining qurilishidagi asosiy turtkichi hem asosiy bunu kuruşta rol oynayan bir adam. Bu adamın tarixini Xitoy burumlayapti. Burumlab onun linkin xunuklaştırış bilan tam bu adamın tarihi to'g'riliq material asosan Xitoy yo'qitib o'tgan deb qarayman. Shuningga hozirgacha biz bu adamning tarixida chet elga chiqqanini bilamiz, Turkiyaga borganini bilamiz, balki Misrga borganligini bilamiz. Ben ko'rgan mesela Amerika'nınki bir tadqiqotchininki de Moskvada tug'an deydi, yana birisi Pittsburghda o'qigan deydi, siyosiy qonun o'qigan deydi. Ama zodi nalarda o'qigan aniq emas. G'uljida turganligi azroq aniq. Qolgan bunday degan vaqtida bu odam hayoti to'g'riliq noitijih narsalar aslida biz izlanishga tegishlik tarixchilarimiz balkim izlanayotgan bo'lishi mumkin. Bu adamning tarixini bir yaxshi yo'ritish lozim edi. Ammo jiq materiallar Xitoy tarafidan meningcha yo'qitilgan. Endi biz qaytib kelib Xitoyningki hukumat tuzgan tarixining Uyg'urga bo'lgan ta'siri nima degan vaqtida masalan Turg'un Almasning 3 kitobi to'g'riliq nihoyatda keng ko'lamda kurash qildi. Yozuvchini mana deganda Mirza Qamaz deb qo'yam, Qapaz deb qo'yamdiq, uyiga solab qo'ydi. Ta o'lib ketkicha uningdan boshqa balkim u odamning yozmoqchi bo'lgan jiq narsalar bor bo'lishi mumkin, yozolmagan bo'lishi mumkin. Armon bilan ketdi desak meningcha mubolag'a bo'lmaydi. Ammo ashularda nima desa shu tarixni burmalash. Xitoyga yoqmaganli bo'lsa, onu tizden ucuqtirib etish, yo'qitib etish. Ham yaxshi yeri yaqinqi zamonda bizga bo'lgan narsa fan texnikininki qulayligi bu tarixlarga bizni unda Xitoyninki cheklimi bilanla to'silib qoldigan emas. O'zimizmi bu kitoblarni chet elga chiqarib boshqa yezish bunday narsaga qila oldik. Ammo G'oji Niyoz hojibni to'g'riliq, Elixon To'ra to'g'riliq, Ahmad apandim to'g'riliq hozir biz qaraydigan bo'lsak, har xil ko'z qarashdikilar, hatto ba'zilari bularni inkor qilganlar ochiq oshkora so'zlayotdi. Har xil haqoratlarni qilyotdi. Hatto bularni uningdan ig'ir ayblaydigan bo'lardi. Ama bizde yeterlik materyal yok kolumuzda. Bu materyallarning hammasi Xitoyning qo'lida. Xitoyning tasdig'i bilan ma'qul ko'rganlari chiqyapti-da, uningdan boshqasi chiqmaydi. Bularning hammasi shaxsan mening ko'z qarashimda mayli G'oji Niyoz hoji bo'lsin, mayli Ahmad apandim bo'lsin, mayli Elixon To'ram bo'lsin, bular hammasi shu jumhuriyatlarning qurilishiga
davamlışığa birinciden töküp koşkanlar. İkinciden bularning içinde bulup mu Ahmet Efendim bilen Hoca Niyaz Hacı ikisi jang maydaniga kirgan. Bulup mu Hoca Niyaz Hacı? Jang maydaniga kirgan, Xitoy bilan 10 necha yil itishqa adam. Meningcha az deganda Hoca Niyaz Hacı bir 10-20 Xitoyni jahannamga yo'l sag'a adam. Biz bu chet eldagi kompyuterning kayniga o'tib elib, bunda bir Xitoy bilan miltiq ko'tarib, jang maydonida urush qilganlarni munofiq, xoin deyishga meningcha azroq layoqatsiz bo'lish tuyg'usi bo'lish kerak. To'g'ri, ularning tarixiy xatoliklari bormi? Men uni inkor qilmayman. Tarix xatoliklari bo'lishi mumkin. Ammo lekin unda aldirab ularni xoin munofiq deyish meningcha Xitoyga foyda hech qachon bizga bir foydaliq ib kelmaydi. Bularninki chiqishi mushundaq xunuklashtirish. Ahmet Efendim, Hoca Niyaz Hacı bular hammasi xunuklashsa, nima xunuklashidi? Ikki jumuriyat o'zi mi xunuklashidi? Chunki bular shu jumuriyatning xeyli bir mazgilgacha simvoli bo'lganlar. Endi bularni inkor qilsak, jumuriyatni inkor bo'ladi. Jumuriyat inkor bo'lsa, bizning hozirgi mustaqillik harakatimizning uli bo'lmaydi. Bu ul tugisa, biz hammamiz eng yaxshisi uyga kirib uxlab qolsak bo'ladi. Mana degan vaqtida tarixni undaq oson Xitoyning ta'minlagan ishkital kitobi bilan mayli u Uyg'ur tilida chiqarilsin, mayli u Xitoychada chiqarilsin, bizning chet eldagi tadqiqotchilar, Xitoyshunoslar, masalan, G'ulja inqilobi to'g'riliq yozilgan Linda Bensonninki Ili Rebellion degan bir kitob bor. Ularmi Gomindangning ta'minlagan materiallari orqali tadqiq qila oladi. Yoki Xitoyning materiallaridir. Xitoy hukumati ruxsat qilgan materiallardir. Shuning uchun bu yerda biz bilmay bir turkumlarimiz abay dedim, shu Xitoyninki hukumat tuzaydigan rasmiy tarixiy ning ma'u ramkasiga kirib qo'yapmiz. Bilmay, ba'zilar bilib turib, ba'zilar bilmay turib, shu ramkaga kirib tarixni shu ramka bilan sharhlasak, mana degan vaqtida biz hozirgi ep berayotgan mustaqilligimizni inkor qilgan bo'lamiz. Nima uchun Xitoy Cumhuriyet, ishkil Cumhuriyet shunda 3? Demak, bu Cumhuriyetlar bizning erkinlik ep boradigan mustaqillik ko'rishimizning uli, bayroq u. O bayroq, tarixni inkor qilsak o'zimizni qilib qo'yamiz. Endi mustabid qulluq buningga kelgan vaqtida men bir jiq ep ketdim bu misolni. Masalan, men vatanda vaqtida Xitoyni jiq so'kima, o'tagan so'rinlarda Xitoyni so'ksam, bir do'stim oxirsi bir kuni chidimidi-ku deyman mening o gapimni. Va Ilshad, seni oliy maktabga hozir muallim bo'ldigan, mushu yalaga hammasiga shu Gongsandan o'rinlashtirdi. To'xtamay tillaydi ekansan. Rahmeting yo'qmi sening? Bir to'g'ri qilgan yeri yo'qmi dedi. Men dedim, nima to'g'ri qilgan bo'ladi? Meni oliy maktabda o'qitgan Xitoy o'qitmadi, ota-onam tarbiyalab o'qitdi. Men o'zim tirishdim. Shuning uchun oliy maktabga bordim. Uningdan keyin menga oldi bilan biz musulmon bo'lgan odam unda har qanday kelgan fursatni oldi bilan yaratquchiga rahmat aytamiz. Hargiz Xitoy hokimiyatiga emas. Uning ikkinchisi, mayli demokratiya bir davlatda yashasaqmi, abay men uni sharhlab o'tdim, takrorlamayman. O hokimiyatning bizga ish qilib berishi majburiyati. Chunki biz o huquqni saylam biletimiz orqali berdik. Bu yerda endi yana bir ta'kidlaydiganim, siz akuni bir nimani yezib qo'yibsizki, men o'qidim. Saylam to'g'riliq. Siz bilet berish orqali huquqingizni yurgizyapsiz. Fuqarolik, garajdonlik huquqingizni. Agar siz ashuningdan voz kechgan kuni, siz qulluqni tanlayotgan kuningiz. Siz ovoz berishdan voz kechdingiz, siz o'zingizning huquqini
joriy qildirishdan voz kechdingiz. Huquqi yo'q odam arabcha bo'yicha puhra namrat bo'ladi. Garajdan To'g'ri. bo'lolmaydi, namrat bo'ladi. Men Amerikaga kelib, garajdan bo'lgandan keyin Arliqda bizning shtatning bir saylimida ati baraymi, o'gim baraymi deb qilsam, xizmatdosh bir aqayal mendan so'radi. Eshat, sen saylam ovoz berib bo'ldingmi deb. Voy, men kelar hafta bir kun baray deb o'ylayapman. Vaqt chiqara olamdim, qarab o'tma desam, cho'qim berishing kerak, cho'qim saylam qatnashishing kerak kelishadi. Bu sening huquqing. Agar sen uningdan voz kechsang, sen hukumatni tillamadi. Tanqid qilish huquqing bo'lmaydi, minnatdorlik huquqing bo'lmaydi. Chunki sen huquqingdan voz kechding. Şu saylam huquqi uchun g'arib dunyosida minglagan, 10 minglagan odam qurbon berdi. Mana degan vaqtida. Mayli Amerikada bo'lsin, mayli Fransiya inqilobida bo'lsin. Qanchalik odamlar şu burunki podshoning emrini anglamaymiz, biz qarorni biz chiqaramiz, biz saylaymiz, biz huquqimizni kapolat qilamiz deb Fransiya inqilobida qanchalik odam o'ldi, Amerikaning mustaqilligida qanchalik odam o'ldi, qadam qon bo'ldi. Uningdan keyin masalan qarilarninki Amerikadagi boshqa oq bo'lmagan millatlarning shu ovoz berish huquqi uchun qanchalik odam jon berdi. Masalan Martin Luther King deymiz, o'shalarning hammasi shu huquqni qo'lga olish uchun. Mayli sen Turkiyada yasha, mayli sen Fransiyada, Germaniyada yasha yoki Amerikada, qo'lingga belatni bergan kuni cho'qim ishlat. Mayli qurultayning saylimi bo'lsin yoki yana bir saylam bo'lsin, bu ovozni muqaddas deb bil. Seningga berilgan garajdallik huquq. Bu ham majburiyating bilan, ham huquqing bilan kelgan ovoz. Agar buningdan voz kechding, sen o'zing qulluqni tanlagan bo'lsa, bu Xitoyningki 1000 yildan ortiq ishg'ol etidagi millatlarga yaqinqi zamondan tortib sindirib o'tgan, o'zgartirmayman. Va mening bir ovozim bilan hech nima o'zgarmaydi. Shuning uchun bo'ldi qilaychi. Voy, uning ichiga kirsakmi o'zgartirmaydi ekanmiz. Bo'ldi qilgina. Yo'q. Sen menga vakil bo'ladi deysa, shu tashkilotni, shuning ovoz berish huquqini bersa, bermasa amal yo'q. Bermasa tanqid qil. Bermidingda. Haq huquqing. Bersa shu huquqni ishlatish kerak. İşletmesek qulluqni tanlagan bo'ldi. Puhra o'qalmiz. Yana namra. Nayda to'g'ri. Demokratiya bir sapal meselesi. Demokratiya sapalik insonlarniki amalga oshira oladigan bir tuzum. Shunga buning uchun boshqalarning insofiga ishinib yoki duo qilib o'tirish to'g'ri emas. Cho'qim haq huquqni ishlatish kerak, undan keyin mas'uliyatni surishti qilish kerak. Saylam qatnashmagan odamninki saylangan kishilardan hisob so'rash huquqi bo'lmaydi. U chaqda mustabidlik kelib chiqsa, o'zimizdan ko'rishimiz kerak. Agar biz erkin bir davlatda yashayman desak, tashkilotlarimizni yoki jamiyatimizni erkin hisob beradigan, adil, raqobatchi bir shaklda boshqaradigan holga keltiramiz desak, biz uni saylash qatnashishimiz kerak. Nazorat qilish jarayonlariga qatnashishimiz kerak. Ondan keyin ular bizga hisob berish tuyg'usi his qiladi. Bizning qarimiz bo'lmasa, bizning huquqimizdan voz kechsak, u chaqda ular bu ishni men qilmasam boshqasi qilmaydi ekan-ku deb o'z oldi qilishga boshlaydi. O'z oldi qilgandan keyin bara ondan keyin bizning huquqimizni inkor qiladi. Sen tunugi nereden deydi de o çağda. Şuna bu Eşatkan siz bayda ötkendek saylaş sayılmış hukuk için dünyada milyonluğun insan ölgen. Bu Fransiya inkılabıda Amerika işki vuruşuda minlap, yüz minlap insanların ölüşü bedelegi kelgen bu hukukna. Andinkin dünya bir ölçem, kıymet qaraş yoki asosiy hukuk deb qabul qildi. Andinkin bu hukuk başqa davlatlardagi xalqlarga shuning ta'siri bilan berildi.
şekilgi bo'lsimi birildi, mahiyetlik bo'lsimi birildi, dunyoga bu umumlashdi. Agar Fransiya inqilobidan nurg'un kishilar jonini tikmagan bo'lsa, Amerika ish ko'rishda nurg'un kishilar jonini tikmagan bo'lsa, dunyoda bu bir qimmat qarash holati kelinmaydi, dunyoda bu bir qimmat qarash holati kelinmagan ahvolda Xitoyga o'xshash yoki Rossiyaga o'xshash, hatto Turkiyaga o'xshash davlatlar bu saylash huquqini fuqarolarga Cumhuriyet kurulgan günden başlap bermegen bo'ladi. Hem de bunun qanchalik icra qilinishi, qanday icra qilinishi albatta millatlarniki demokratga erish darajasiga qarab turib farqli. Lekin bu huquqni ishlatish kerak. Hem de Dilshod aka, men sizning so'zingizga qayta ozroq qarshiman deb sizning so'zingizni tortib oldim. Oxirida bizning vaqtimiz bo'lsa uzrab ketdi. Shuni Xitoyninki demokratiyaga minish ehtimolligini muhokama qilish bilan bugungi suhbatimizni oxirlashtirsak, kelayotgan ikkinchi qismini suhbatimizniki inshaalloh ilib borsak. Buldu qisqalik qilaylik, vaqt uzrib ketdi. Xitoyning demokratlashishiningki oldingi sharti meningcha oldi bilan shu hozirgi temamiz tugatgan. Puhra garajdanga aylanish kerak. Puhra garajdanga aylanish uchun oldi bilan puhraga garajdonlikni biladigan odamlar buni tushuntirish, ularningki shu ongni yetishtirish orqali biz Uyg'urchada oqartish demdik. Shu oqartish ep berish kerak. Shu shakllangan vaqtida undan keyin xalq ulug'larni, zolimlarninkiga bo'ysundigan emas, o'zining aqli bilan o'zining rahbarini saylab, uningki vaqti kelgan vaqtida uni tushira oladigan, tushirib etib, yengini saylay oladigan mana bir narsa shakllanish kerak. Ammo Xitoyda hozir menimcha u muhit yo'q. Shuningga Xitoyda demokratiya Xitoyninki kommunistning vayroni bo'lishi bilan demokratiyaga aylandi desa men ishinib ketaman. Ishonchim unchalik komil emas. Xitoy kommunist ag'dirilishi muqarrar. O mangulik hokimiyat yo'q. Balkim kelar yil, balkim 1 yil yoki kelar yil yoki 5 yil yoki 10 yildan keyin. Ammo muqarrar o gumron bo'ldi. Undan keyin hozirgi mening kuzatishimda balkim shu 1911dagidan 1926-7gacha Jang Kayshining atalmış birlikka keltirishi kerak. Ashunda bir orliq bor bo'ldi. O'tkinchi davr. O'tkinchi bir davr. Shu o'tkinchi davrda biz qanchalik foydalana olamiz Uyg'urlar? Shuning uchun bizmi tayyor bo'lishimiz lozim. Bu Xitoyning demokratiyasi savolingizga udulli javob bersam, hozir mumkinchiligi yo'q deb qarayman. Xitoyning chet eldagi demokratlarini men xeyli uzun kuzatdim, bilib bo'ldim. Bularning demokratiya ideologiyasi tarbiyalanmagan. Ularning o'yida ular ulug' bo'lish, diktator bo'lmasimi ulug' bo'lish, shu ulug'ligi bilan xalqni yana puxra darajada tutish. Yana shuning uchun demokratiya shu zaman kamaydi. Endi buni keltirish uchun Xitoyninki oz sondagi ziyolilari Xitoy puxralariga oqartish ep berish, shu orqali ularninki garajdonlik angini yetkazish. Uningdan keyin bir turkum zo'r garajdonlik eng bor puxralar, yana garajdonlikqa yetgan, bular yig'ilib, uningdan keyin bu davlatda xuddi 1911dan keyingi 27gacha bo'lgan manda bir narsa shakllanib, shu davomlasha olsa, ya'ni ulug'lar chiqmay qolsa, shu vaqtida uningdan keyin bo'lish ehtimoli bor. Endi biz Uyg'urlarningga qaraydigan bo'lsak, hozir Xitoylarda ziyolilarda, mayli o'qituvchilarda bo'lsin, ikki ko'z qarash bor. Birisi deydi, oldi bilan Xitoy demokrat bo'lsin, milliy mavo Uyg'urlar, Tibetlar, sizlar jim turib turinglar, bizga qo'shilinglar, bizning yetakchiligimizda yana Xitoyda oldida demokratiya qilaylik. Uningdan keyin biz asta-asta sizlarga huquq berib mustaqillik qilamiz. Ya bo'lmasa Xitoyninki u mustaqillik emas.
federatsiya kursak mı buludu? Kağınını onun için koyaylı deydi. Öz vakti can keşimiş o verini bergen. Mao Zedong'u belgen. Mao Zedong'u bergen. Ahırki günümüz milli kırgınçılıkta biz. Şunun için bu Xitayning demokratlarınınki bu vədisiga iş kaçan işyenigin olmaydı. İşin hiç kim olmaydı. Elbette. Şahsen benim göz karışımda eğer biz tayya bolsak Xitay komünisi ağdırılgan vaxtıda biz öz aldımızga müstakillikni elan kılıp şu vaxtıda vatanning içigi berip biz demokratiya Şarq Türkistan'ni şu yerde kurup çıkımız. Bu bolduğan yol. Endi Xitaylar deydi o müstakil bolimiz desanglar Tibet, Uygur, Mongol, Qağallar hemimiz koşulup eğer müstakil bolimiz degan bu avaz yukarı kötürüleverse o vaxtıda Xitay xalqi qo'llamaydi demokratiyani, kommunistni qo'llaydi deydi. Çünkü fakat komünistlar Xitayning birligini saqlab qala oladi degan bu şuarni 19 yılı 2019 Xitay Xalq gazetida 9 ayning 30'u deymi e'lon qildi. Fakat kommunistik Jungo partiyasi, kommunistik partiyasi Jungo'nun birligini qo'g'dab qala oladi deb. Demek çoğunu demokratlarning mustaqil bo'limiz degan bu ovoz ko'tarilgan siri, yuqori bo'lgan siri, xalqaralashgan siri demokratiya bo'lishi yiroqlab mangdi deydi. Bu yerda nimani da'vatidi desa, Xitoy fuqarolaridagi qulluq ideya o'zgartirmaymiz deydi. Hozir o'zgartirmaymiz deydi. Shuning uchun Xitoylarning ziyolilari, ya'ni o'qituvchilarining da'vatini bizga qo'shilinglar, bizning yetakchiligimizda oldi bilan Xitoyni demokratiya qilayli, demokratiya qilib bo'lgandan keyin biz fuqaroni garajdanga oqartayli, undan keyin sizlarga yo'l qo'yayli deydi. Ama o bir xato, bir taktik o. Manda degan vaqtida bir oqibatni biz hozir ikki qitim ko'rib bo'ldik. Jankayshimi bergan va'dasi shutti, Mao Zedongni bergan va'dasi shutti, ama Xitoyning ulug'laridan hech qachon bizga vafo kelmadi. Yatdin vafo keldi deb kutish aslida ahmoqlik. Bu xato. Ahmoqlik. Başta xato. Shuning uchun demokratiya mustamlaka millatlarga belgilik erkinlik yoki ozodlik fursati olib keldi. Ammo cho'qim erkinlik berdi deydigan bir narsa yo'q. Yo'q. Agar unda bo'lgan bo'lsa, Fransiyami Ikkinchi dunyo urushinin oldida demokratiya bir davlatdi. Algeriya uning oldida mustaqil bo'lib ketmamdi. Va Gitlerni demokratik saylaganti. Gitlerni saylaganti. Shuning uchun bu aldam xalqisiga hargiz dasmaslik kerak. Xitoy shunga bu jihatdan Xitoydan nima kutgili bo'lmaydi. Ammo shu fursatdan foydalanish muhim. Siz degandek, chunki o'tkinchi bosqichda bir markaziy hukumatniki ijroq mustamlaka rayonlarga diqqati yetishmaydigan bir ahvol bor. Xitoy tarixida buning talay nimasi bor, o'rniki bor. Siz degandek mayli Manching ag'dirilib Junxamingo qurg'uchi bo'lsin yoki Junxamingo kompartiyaga ishga urushga kelib yenidan Xitoy Xalq Cumhuriyati qurg'uchi bo'lsin, bu araliqda markaziy hukumatlarniki bizning Sharq Turkiston yoki Tibet degandek rayonlarga yetishmagan yerlik tikiz militaristlar qilib qolib qolgan bir ahvol bor. Ya'ni shunday ahvollar bizga fursat olib keldi. Ammo biz tarixda bu fursatni qochirdik. Bundan keyin qochirmasligimizni umid qilaman. Shunday bir fursat kelib qolsa. Qochirmaslikninki eng unumli usuli fuqaro emas, garajdan bo'lish. To'g'ri. Har bir Meniki uzrab ketdi, lekin bir savol kallamga keldi. Balkim boshqalarmi buni deydi. Shuning uchun buni sizga bir so'ray. Tayvan bilan Singapur o'rnini qanday tushunasiz? Tayvan bilan Singapur o'rniga ikkilisida ayrim bir narsa bor. Singapur uzun yil Angliya sistemasida tug'an. Angliyaning boshqarishi orqali ulardagi
masalan Angliyaning qonunga bo'ysunish, yana qonun degan hukm Angliyaga singan, ham Angliya uni Singapurliklarga singdirgan. Shuning uchun hozir borsangiz, Singapurning demokratiyasi g'arbdagi demokratiya bilan yana ro'shan farqi bor. Masalan, u yerda bosh ministerlarni haqorat qilsa, tillasa, u so'laydi. Yaqindami bir 2 yoshni so'ladi, xatolashmasam, internetda tillaganligi uchun, haqorat qilganligi uchun. Türkiye'den sulayımız. Amerika'da solamaydi. Daltı demdi, sarang demdi, paşvaz demdi, bosqinchi demdi, nima desa bo'laverdi. Ammo hech kim uni surishtirmaydi sotda. Tilligan haqoratni uni surishtirmaydi. Tanqidni teqim surishtirmaydi. Ammo Singapurda surishtirdi. Singapur dunyo bo'yicha birinchi pokis shahar. Jiq odamlar shunday deydi. Nima uchun deganda, ularda alohida bir jazosi ig'ir qonunlari bor ekan. Masalan, manchi jarimani deb shuninglar. Shuninga bular qonun ustiga Angliyaning shu qonun tuzumisi xalqiga singdirilganligidan bular Angliya ketgandan keyin mustaqillikni olgandan keyin shu tuzum bo'yicha mangdi demokratiya bormi? Bor, ammo lekin u biz degandek demokratiya emas. Liberal demokratiya emas deysiz. Normaldagi demokratiya emas Singapurniki. Hozirgacha Li Guangyaoning o'g'li chiqdi. O'g'ildan keyin hozir hamda 3-chi bir avlod emas bir odamga o'tdi. Hamda ammo lekin yana Li Guangyaoning o'g'li yana keyinda turib boshqaryapti. Shuninga uni hamda mutlaq ilki demokratiya degani bo'lmaydi. Yana ulug'lar boshqarayotgan davlat. Ham Tayvan masalasiga kelsak, Tayvan eng dastlabda Gollandiyaninki ishg'oliyatida bo'lgan, uning keyinda Yaponiyanikida bo'lgan uzun mezgil. Yapon bularning ta'siri u yerdagi millatlarninki engini o'zgartirib o'tgan. Xitoyninkida emas. Xitoy madaniyatidan jiroqlashib ketgan, uzun yil jiroqlashib ketgan bir zamin bu. Xitoylar mana degan vaqtida 49 Jang Keyshi bilan bo'lgan bir turkum Xitoylardan boshqa yerlik Tayvanliklar hammasi Xitoy madaniyatidan jiroq bo'lganlar. Shuningga hozirgacha mo birlikni qo'llaydiganlar, Xitoy bilan birlashimiz deydiganlar, Gomindangchilar, yerliklar o demokratiya ilgirlash partiyasini qo'llaydi. Shuningga bunday degan vaqt Şu yerdami mustabidlar, ya'ni shu cho'ng quruqlikdan kelganlarning. Shuning uchun bu yerdagi farq shu. Endi bu yerda oxirsida xuloslab bir qilsamiz bilan desak, biz Uyg'urlardami qulluq ideyani aytijik. Ba'zi vaqtlarda bu qulluq ideyaninki ta'siri nima bo'ldi desa, ulug'ninki boshqarib berishi, ulug' biz uchun kalla qattirishi, ulug' bo'lmasa bo'lmaydi deydigan, masalan, palani bo'lmasa bo'lmaydi deydigan bu xil ideya bu bo'lmasligi kerak. Bu dunyo biz musulmon Muhammad payg'ambarim vafotidan keyinmi İslam tugab ketmedi. Xalifalik yo'qolib ketmedi. Shu vaqtida masalan, ummatning ichidami talash tortishlar bo'lgan, mening bilishimcha. Voy bu payg'ambarim vafot bo'lsa qanday bo'ladi? Hattoki ba'zi bir qarish turganlar bo'lgan, yenib oldiganlar munofiq deymiz. Shu vaqtida ammo islom payg'ambarimning tugishi bilan tugab ketmedi. Dunyoga kengayib mengib hozir bugungi kelganda butun dunyoning hamma bulunqish haqida mana degan 24 soat azanning ovozi davomlashadigan bir dinga aylandi. Demak, bu agar payg'ambarim bo'lmasimi davomlasha oladigan dunyo meningcha har qanday odamdan ayrilib qolsa davomlasha oladi. Mana Sizningki bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib bizga so'zlab berganingiz uchun ko'p rahmat. Menimcha nihoyatda ahamiyatli, foydali bir suhbat bo'ldi. Texnik to'g'risida leksiya bo'ldi deb o'ylayman. Shunga bizningki qarindoshlarimizdan, ko'rganlarimizdan foydalangan bo'lishini umid qilaman. Sizga ko'p rahmat, Ishaqqa. Sizga rahmat, ekran oldidagi barliq qarindoshlarimga rahmat. Biz inşallah bilan bu turdagi suhbatimizni davomlashtiramiz. İnşallah kelajakda ko'rishaylik. Aman bo'linglar.